Azizlarim, bugun men sizlarga Viyeda korporatsiyamizning ko'z oynagi haqida gapirib bermoqchiman. Bu ko'z oynagimiz ikki xil, mana qora va oq rangdan iborat. Bu ko'z oynakning oynasi nolivoy. Asosan ko'z oynagimiz telefondan, kompyuterdan, quyosh nurlaridan saqlaydi. Buni mana bu opravasini rus aka-uka olimlari yaratgan, grafen modasidan yaratgan va Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan. Shuni hisobidan bu ochkilarimiz bosh og'rig'i, allergiya, gaymarit va shunga o'xshash juda ham ko'p kasalliklarga ham yordam beradi. Ha, azizlarim, bugungi kunda qisqa muddat ichida juda ham zo'r natijalar bo'lgani sababli bu ochkilarimizda juda ham katta xaridorlarga egamiz. Hozir men sizga master klass ko'rsatib beraman. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu oppoq. Hozir mana oynasiga qo'yamiz. Bu o'sha men sizlarga aytib o'tgan kompyuter, quyosh nuri, telefon nurlari. Mana hozir ko'z oldingizda. Mana 1 sekund ichida ko'z oynakni oynasi turgan joy oppoq,